Bizda Forland avtomobilimizni motorlarini remont qilyapmiz. Bu yoqda eski zapchaslari, o'zini zapchaslari asosan eski emas, o'zi qo'yiladi. Avtomobilda motorda ovoz chiqib qolgan, yaxshi tortmay qolgan. Motorda tepa kirishkalarini, yonbosh kirishkalarini ochdik. Sep o'lgan bunda, sep cho'zilgan. Sep bashmak o'lgan bunda. Biz buni o'zini idealni qilib tuzatib beramiz. Toshga taxminan 5 zub kirgan. Sepni o'zini qo'yib, toshkaga keltirib, sepini irg'imaydigan qilib, ya'ni zajigani o'zgarmaydigan qilib beramiz. Bunaqa valanslik motorga hech qachon avtobus rogini o'tkazmash kerak. Yana qo'shimchasiga ichiga germetik siqilib qolmash kerak. Hech qachon motor ichiga germetik tushmash kerak. Chunki bunda mana vandachigi bor, uchiga ozgina nagar turib qolsa yoki germetik turib qolsa, zajiganiga ashibga beradi. Ya'ni ispartil tomon, so'rg'ich tomon tochka noto'g'ri deb ashibga chiqib beradi. Ashibga chiqmasligi uchun uni ichi cho'tki ishlash kerak. Chunki shu narsa zajiganini 3 zub, 4 zub atrofiga o'zgartira oladi. Maslahat beraman, yaxshi masla qo'yib vaqtida almashtirib yurishlaydi. Kimdagi shunaqa avtomobil bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordam, maslahat beramiz.